olaman. Shart shuki, pulini podshoh bo'lgan kuni berasizlar. Shartimga ko'nganlar bittadan yetaklab ketaversin. Ey podshoh olam, bugun bozorga bir qalandar sifat yigit kelib, 500 ta qo'yni halqa narsaga tarqatib yubordi. Pulini podshoh o'lgan kuni berasiz deb sizga o'lim tiladi. Bo'laman deb Canımni tilma canon bo'laman deb Xonumonimni shilma hamyon bo'laman deb Canımni tilma canon bo'laman deb Xonumonimni shilma hamyon bo'laman deb mash'ali bo'lgan yangi O'zbekiston farzandlariga Assalomu alaykum. buyuk mutafakkir G'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy tavalludi tantanasiga yig'ilgan aziz mehmonlar, Assalomu alaykum. Kecha kelgumdir devon, gul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, o'tguncha uyqu kelmadi. Lag'za chiqdim-u, chekdim yo'lingda intizor. Keldi jon og'zim ayu, ul sho'xi badxo kelmadi. Navoiy bolaligidanoq o'tkir zehni, zukkoligi, sho'xligi bilan hammani hayratga solgan. Saqlab olamiz faqat. Hamma yaxshilab eshitamiz. Jondim seni ko'p severman ey umri aziz. Jondim seni ko'p severman ey umri aziz. Har meniki sevmak oldin omad o'lmas. Jondim seni ko'p severman ey umri aziz. Kuni kecha biz sizning farmoningiz bilan soliqlar yig'ish ishlarini olib boshladik. Ammo do'stingiz Alisher bizga qarshilik Tadbirni chiroyli namoyish etib bergan o'quvchilarimizdan inshaalloh aytamiz, Navoiy hazratlari xursand bo'lgan bo'lsin. Vatanni obodlovchi qizlarimizga, yigitlarimizga rahmat, salomat bo'linglar. Bugungi tadbirni chiroyli o'tkazgan hammaga rahmat deymiz va qarsaklar bilan olqishlaymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Salom.